Shuning uchun bir jamiyatda inoqsizlik paydo qilgan har bir odam vositalik holda u dushmanga xizmat qilgan bo'ladi. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda qandaqmi bir tanga o'xshash birlik, tanga o'xshash shafqat, tanga o'xshash do'stlik bo'ladi. Ziddiyat va ixtilofdan iborat oilani parchalaydigan, jamiyatni vayron qiladigan, hatto bir davlatni parchalaydigan bunday xatardan qutulish uchun şeytan iblisinin bizi qildigan eng cho'ng dushmanlik bo'lsa, mayli ailemizde olsun, mayli jamiyatda olsun, va yoki musulmonlar bir yerga to'plashgan har qanday bir muassasa tashkilotda bo'lsin, aramizga ziddiyat urug'ini tikib qo'yish, ixtilof silib qo'yish, birsimizni yana birsimizga dushman qilib qo'yish. Masalan, şeytan oilada ayolni eriga qarshi kuch ko'radi. Ya'ni yo'ldishing seni yaxshi ko'rmaydi, sana ahamiyat bermaydi, seni hurmatlamaydi, hatto sana chidamaydi deb ayolni eriga qarshi kuch ko'radi, oilani buzishga tirishadi. Yo'ldishini bo'lsa ayoliga qarshi kuch ko'radi. Ya'ni ayolni boshqa ayollarga silishtirish orqali yo'ldishining ko'ziga ayolni sat ko'rsatishga tirishib, oilani buzishga tirishadi. Bir jamiyatda bo'lsa, yoshlarni cho'nglarga sat ko'rsatadi. Ya'ni yoshlarni cho'nglarning ko'ziga xuddi tahdiddak, o'ziga qiladigan manfaat ilib ketadigandek mushundaq tuyg'u keltirish orqali ziddiyat paydo qiladi. Yoshlarda, yangi o'sayotganlarda bo'lsa, cho'nglar qarta hurmatsizlik paydo qiladi. Ya'ni cho'nglarni bir narsa tushunmaydi, bir narsa bilmaydi. Bular jahil deb ulardagi tajribadan mahrum qo'yadi. Shundaqla ularning o'tirishga ziddiyatni, ixtilofni texmi keskinlashtiradi. Natijada oila bo'lsa, ayol eridan rozi emas, ayoldan xo'sh emas. Jamiyatda bo'lsa, cho'nglar kichiklardan xafa, kichiklar cho'nglardan norozi, mana shunday holat shakllanadi. Shun Alloh taolo Qur'on Karimda bizning shaytonning bu aldım xaltasiga tushmasligimiz uchun innama yuridu shaytonu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghdha. Shayton aranglarga adovat va o'chmanlikni paydo qilishni xohlaydi deydi. Ya'ni kichiklarga, yoshlarga cho'nglarni sat ko'rsatish, xuddi ularni oldini tusib olgandek his qildirish, cho'nglarga bo'lsa kichiklarni tahdiddak his qildirib, mana shunday usullar bilan aranglarda o'chmanlik paydo qiladi. Shundaqla ayollarni eriga qarshi kuch ko'rsatish, erlarni ayollarga qarshi kuch ko'rsatish orqali oilani buzishga tirishadi deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom inna shaytona qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin at-tahrisha baynahum. Shayton sizlarni butqa ibodat qilishdan voz kechdi, umid o'zdi, lekin sizlarni o'zaro birsi-birsinlarga dushman qilish orqali dushmanlikni davomlashtiradi deydi. Demak, oiladagi erni ayol qarshi kuch ko'rsatish olsun, ayolni eriga qarshi kuch ko'rsatish olsun, jamiyatdagi cho'nglarni kichiklarga, kichiklarni cho'nglarga qarshi kuch ko'rsatish olsun, hammasi shaytonning o'yini. Bu shaytonning bizi qilgan eng cho'ng ziyonkashligi. Shuning uchun har qanday bir odam, qanday bir oiladagi ziddiyatga, ixtilofga sabab bo'ldi ekan, u shaytonning odamiy askari. Ya'ni odamiy shayton. Va shundaqla qanday bir odam gap tushish, chaqimchilik qilish orqali jamiyatdagi inoqsizlikqa va yoki har qanday bir musulmonlar to'plashgan bir muassasadagi, tashkilotdagi inoqsizlikka sabab bo'ldi ekan, u shaytonning odam shaklidagi bir askari. Chunki shaytonning maqsadi ana shunday inoq oilalarni buzish. Shaytonning maqsadi musulmonlarni o'zaro birsi-biridan mashg'ul qilib dushmanga xizmat qilish. Chunki oila inoqsizlik bo'lsa, ziddiyat bo'lsa, farzandlar vayron bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, yaramliq musulmon avlodlar yetishib chiqmaydi. Shundaqla bir jamiyat inoqsizlik bo'lsa, jamiyatdagi cho'nglar kichiklarga ishonmasa, ularni tahdiddak his qilsa, kichiklar cho'nglarga hurmatsizlik qilsa, kichiklar cho'nglarning tajribasidan mahrum qoladi. Cho'nglar bo'lsa, yoshlarning kuchidan mahrum qoladi, ularning aqlidan mahrum qoladi, ularning hissiyotlaridan mahrum qoladi. Unda bo'lgan ekan jamiyat taraqqiy qilmaydi, oila taraqqiy qilmaydi, shayton maqsadiga yetadi. Shundaqla bizni yo'q qilish uchun kecha kunduz tirishayotgan, nurg'ulg'an mablag'larni selayotgan u dushman maqsadiga yetadi. Shuning uchun bir jamiyatda inoqsizlik paydo qilgan har bir odam vositalik holda u dushmanga xizmat qilgan bo'ladi. Chunki oiladagi ziddiyat, oiladagi ixtilof, oiladagi huzursizlik balani mehrdan mahrum qo'yadi. Mehrsiz yo'g'ilgan bolalar vijdonsiz cho'ng bo'ladi. Vijdonsiz cho'ng bo'lgan bolalarda na millat uchun xizmat qilish, na diniy uchun xizmat qilish bo'lmaydi. Shundaqla shu sohaga kirib qolgan taqdirdami, oxirida Alloh saqlasin, ko'p Allohda o'zining diniga xiyonat qiladigan, o'zining millatiga xiyonat qiladigan mana shundaq vijdonsiz odam bo'lib yetishib chiqadi. Natijada yana shayton maqsadiga yetgan bo'ladi. Shundaqla bir jamiyatda ixtilof bo'ladi ekan, ziddiyat bo'ladi ekan, u jamiyatning a'zolari birsi-biri bilan mashg'ul bo'ladi. Dushmanga armi yetmaydi. Shundaqla dushman mana shundaq ziddiyatdan foydalanib ularning orasiga har xil jasuslarni kirgizadi. Birsi-biriga bo'lgan dushmanlikni texim ulg'aytadi. Natijada bundaq bir jamiyat taraqqiy qilishdi yo'q bo'ladi. Yam bo'ladi. Dushmanning oldida mag'lub bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda va atiulloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin. Allohga itoat qilinglar, uning payg'ambariga itoat qilinglar, ixtiloflashmanglar, da'atlashga tushmanglar, ziddiyatga tushmanglar. Agar ziddiyatga tushsanglar, fatafshalu mag'lub bo'lasizlar va tadhhabu rihukum haybitinglar ketib qoladi. Undaq bo'lsa, ixtiloflashmaslik uchun, ziddiyatlashmaslik uchun nima ish qilishimiz kerak? Wasbiru, sabr qilinglar deydi. Demak, oilada bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, va yoki har qanday bir tashkilot, har qanday bir muassasada bo'ldi ekan, ixtilof bo'lmasin, birlikda mangayli, oilamiz xushal bo'lsin deydi ekanmiz. Uning tagida sabr bo'lish kerak. Har bir odam men adolat bilan haqqimni olaman deydi ekan, u yerda ixtilof bo'ladi, ziddiyat bo'ladi, fazilat bilan ixtilof tugaydi. Ya'ni musulmon qarindishiga ba'zi bir haqlarni kechib berish bilan,
ba'zi bir haqlardan tushib turish bilan ondan keyin u yerda ixtilof bo'lmaydi, birlik bo'ladi, kuch bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha ma'as sabirin. Alloh ana shundaq sabr qiluvchilar bilan birga deydi. Haqiqatan bir oilaning mustahkam bo'lishi uchun, baxtli bo'lishi uchun, davom qilishi uchun, ziddiyat bo'lmasligi uchun, huzur bo'lishi uchun ayol kishi nihoyat sabr qilish kerak. Shundaqla er kishimiz sabr qilish kerak. Ya'ni bir oila sabr bilan o'ri turadi. Siz yiroqdan baxtli deb qaragan oilalarning tagida sabrdan iborat bir guharlar yotadi. Shundaqla har qanday bir jamiyat bo'lsin, har qanday 4-5 odam birga kelib qurgan tashkilot va yoki bir shirkat va yoki bir muassasa bo'lsin, sabr bo'lmaydi ekan. O'zaro birisi bilan chiqisholmaydi, u yerda birlik bo'lmaydi. Musulmonlar birga kelib bir ishni vujudga chiqarmaydi. Chunki birga kelish, o'rtoqlik, ittifoqlashish, tashkillanish degan gapning tunji qadami badal to'lash, voz kechish demakdir. Birlikimiz uchun fidokorlik ko'rsatish demakdir. Shuning uchun oila bo'lsin, jamiyat bo'lsin, birlikni saqlaylik deydiganmiz, unda oson bo'lmaydi. Hammamiz ixtilof qilmaylik, ziddiyat qilmaylik deymiz. Shu ziddiyat bo'lmaslik uchun, ixtiloflashmaslik uchun qanchalik sabr qildik, qanchalik narsalardan voz kechdik, qanchalik narsaga mayli birlikimiz uchun, Allohning rahmati yig'ish uchun sabr qilay dedik. Sabr qilmay turib birlikni da'vo qilish u bir yolg'onchilik. U bir mumkin bo'lmaydigan ish. Chunki ixtilofning asosi sabrsizlik. Tarix qarab qaraydigan bo'lsak, sabr bo'lmagan, ixtilof bo'lgan, ziddiyat bo'lgan har qanday bir tashkilot va shundaqla har qanday bir davlat oxirida yiqiladi. Ya'ni ixtilof bo'lgan oilami vayron bo'ladi, ixtilof, ziddiyat bo'lgan davlatmi yiqiladi. Tarixda yiqilgan har qanday bir davlat qarasak, uning yiqilishi ichidagi ichki ziddiyatdan boshlanadi. Ziddiyat cho'q o'xshaydi, beshida kichik boshlanadi. O'ngshib tuzib olamiz deb tal qaragan vaqtimizda bu cho'q o'chmay, yalqunjab kuchlanadi. Keyin kuchlangan vaqtida uning o'chirishga kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun ixtilof qarshi hammamiz nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Bu ixtilofningki birligimizni buzdiganligi, bizni yo'q qildiganligini bilishimiz kerak. Chunki huquqdorlar ixtiloflashgan vaqtda xalq ularga ishonmaydi. Shundaqla huquqdorlar ixtiloflashgan vaqtda huquqdorlarning ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Kim o'z tarafda tursa, uning islom ummati uchun qanchalik foydasi bor, o'zining davlati uchun qanchalik foydasi bor, buning qaramay atrofiga tortadi. Shundaqla iqtidorlar va umuman manfaatga foydasi bor birisi o'z tarafda turmaganligi uchun uni zayo qiladi, uni sapning teshida qo'yadi. Demak, ixtilof mana shunday kuchni zayo qiladi. Chunki tarix qarab qaradigan bo'lsak, kuch boshlangan vaqtda dushman yana bir tarafni qishig'i tortiblam, u davlatni yiqib, vayron qilib oxirlashtiradi. Undan boshqa har qanday bir musulmonlar yig'ilgan yer bo'lsin va yoki bir shirkat bo'lsin, u yerda ixtilof bo'ldi ekan, ziddiyat bo'ldi ekan, xalq u yerga mablag' solmaydi, kuchini bermaydi, iqtisodini bermaydi. U yerda turgan ishlamchilarmi sodiq ishlamaydi. Dal shuningdek, bugungi kunimizga siyosiylar bo'lsin va yoki ulamolar bo'lsin, xalqimizning ularga bak ishlanib ketmasligi, hurmatining to'lab ketishining sababi hammasi o'xshash ishni da'vo qilib turib, o'xshash yo'lda deb turib o'zaro birlik qilinmasligi. Birlashamizmi o'zaro hamkorlikning bo'lmasligi. Birisi birini inkor qilishi, birisi birini e'tirof qilmasligi. Faqat o'zining qilayotgan ishlarni hammadan muhim sanaydigan va shundaqla o'zi orqali butun ishlarni hal qiladigan ko'rsatadigan mana shu nafsoniyatchilik sababli xalqimizmi bugungi kunimizda siyosatchilarga va yoki ba'zi kishilarga ishonmayotadi. Chunki nishon o'xshash, hammasining maqsadi o'xshashlaydi, lekin biya kelinmaydi. Maqsad o'xshash bo'lsa, iddia o'xshash bo'lsa, hammamiz Alloh yo'lida xizmat qilamiz desak, nima uchun birimizni e'tirof qilmaymiz? Nimadan qo'rqamiz? Nimadan ansiraymiz? E'tirof qilib qolsak, nima ziyon bo'ladi? Agar u yerga moddiy manfaat aralashmagan bo'lsa ham dushmanlik bo'lmaydi amaliyotda. Demak, ba'zi ixtiloflarning tagiga mana shunday nafsoniyatchiliklar yushirilgan. Vaholanki bu nafsoniyatchilikning keyniga kirib bu ixtiloflar davomlashsa, ziddiyat kuchaysa, xalqning emas, Allohning yordami ko'tarilib ketadi. Chunki Allohning yordami birlik bilan, jamoat bilan bo'ladi. Yadullohi ma'al jamaa. Allohning yordami jamoat bilan deydi. Bu yerdagi birlik deganlik hamma odam birlashib ketsin deganlik emas albatta. Amaliyotda birisi inkor qilmasin, hammasi o'xshash nishonda ilgilisin, o'zaro put tepishib dushmanga yordam qilmasin, shaytonning vositasi bo'lmasin, shaytonning yordamchisi bo'lmasin deganlik. Chunki ziddiyat qurilmagan davlatni qurish emas, qurilib bo'lgan davlatda bo'lsa-mu, davlatni vayron qiladi. Ziddiyat odatdagi ishlar emas, oilada emas, Alloh yaxshi ko'radigan eng ulug' bo'lgan jihatning ichida bo'lsa-mu, Allohning muhabbatidan mahrum qo'ydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha yuhibbul-ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alloh subhanahu va taolo o'zining yo'lida urush qilganlarni yaxshi ko'radi. Lekin u urush qilganlarning sifati va u qaysi? Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Birisi bilan ziddiyatlashadigan emas, birisi mustahkam chang'itadigan, qo'rg'andek mujohidlarni Alloh yaxshi ko'radi deydi. Demak, mujohid bo'lib turib, birisi e'tirof qilmasa, birisi hurmat qilmasa, inoqsiz bo'lsa, jidal bo'lsa, ixtirof bo'lsa, undaq mujohidmi Allohning muhabbatiga erishamaydi. Demak, inoqlik Allohning rahmatini chaqirsa, ixtilof, ziddiyat Allohning azobini, g'azabini keltiradi. Chunki mu'min deganlik Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sifatlaganidek, masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalul jasad. Mu'minlar degan o'zaro rahim qilishda, o'zaro
tuyg'udoshlik bo'lishda, hisdoshlik bo'lishda, do'st bo'lishda bir tanga o'xshaydi deydi. Ya'ni bir jamiyatdagi musulmonlar bir tanning a'zolari deydi. Birisimiz ko'z, birisimiz quloq, birisimiz bosh, birisimiz put. Ko'z bilan quloq o'zaro birisi bilan ixtiloflashamdi, ziddatlashamdi, hasad qilishamdi, asla qilmaydi. Asli shunda bo'lish kerak. Alloh taolo har birimizga o'xshamagan iqtidor bergilik. Biz o'zimizning iqtidoriga ishonib, yana birisini inkor qilsak, xuddi ko'z o'zining ko'rish iqtidoriga ishonib quloqni inkor qilganga o'xshash. Shunga bir jamiyatda ulamolarning roli va uning o'z oldiga siyosiylarning roli va uning o'z oldiga har birisininki o'z oldiga roli va birisi inkor qilsa, birisi o'zida bor iqtidor bilan yana birisini yo'qqa chiqarsa, bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda qandaqmi bir tanga o'xshash birlik, tanga o'xshash shafqat, tanga o'xshash do'stlik bo'ladi? Asla bo'lmaydi. Oilami dal shunga o'xshaydi. Ya'ni oilami bir tanga o'xshaydi. Dada bo'lsa oilaning beshi, ona bo'lsa oilaning yurki, farzandlar bo'lsa oilaning ko'z qarchig'i. Ayol yo'ldoshining xizmatini qiladi, farzandining xizmatini qiladi. Ayolning bolalarining xizmatini qiladi. Ya'ni sirtlarga chiqib jafoliq ishlaydi. Bu yerda har birisiga chambarchas bog'langan. Birisiga raqobatchi emas. Birisining mukammallashtiruvchisi, tuyg'u jihatda birisiga to'liqlag'uvchi, oziqlantiruvchi. Allohning oldida erning ayoldan hech qanday ustunligi yo'q. Ayolning erdan hech qanday ustunligi yo'q. Hammasi Allohning oldidagi bir banda. Bir jamiyatda shunda, bir tashkilotda shunda, bir jamoatchilikda shunda. Jamoat a'zolarining har biri Allohning oldida o'xshash, har biri o'zining iqtidori bilan u jamiyatga, u jamoatchilikka xizmat qiladi. O'zining iqtidorini pesh qilib turib, yana birisini tushirsa, uni jahil desa, uni nadon desa, u haddidan oshgan bo'ladi. Alloh bergan iqtidorni kibrga, cho'ngchilikqa ishlatgan bo'ladi. Bu cho'ngchilikqa ziddiyatga sabab bo'ladi. Jamoatchilikni, bir jamiyatni parchalashga sabab bo'ladi. Bir oilada ayol kishi men doim uyning ishini qilaman deb qaqsa, erini hech ish qilmagandek, erining qilgan ishlarini, sirtlarda tatgan japalarni hammani yo'qqa chiqarsa, er kishi men pul topdim deb sirtlardagi ochiqlarning hammasini uyga kirib chiqarsa, oila inoqlik bo'lmaydi, huzur bo'lmaydi. O'zining o'rnini to'g'ri shaklda bekitmagan, to'g'ri shaklda tunamagan bo'ladi. Shuning uchun har birimiz o'zimizni cho'ng ish qilayotgandek hisoblamaylik. Har birimiz faqat Alloh bergan iqtidorni ishlatyapmiz. Mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, mayli jamiyatga har qanday bir a'zo bo'lsin, o'zimizning qilgan ish bilan boshqalarni yo'qqa chiqardik deganlik, shaytonning odamiy askariga aylandik deganlik, ziddiyatga sabab bo'ldik deganlik, ixtilofga sabab bo'ldik deganlik. Ustunlik, yuqorlik faqat va faqat shu qalbdagi taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh yo'lida men jihad qildim deb o'zining xizmatini hammadan ustun ko'rayotgan, mag'rurga tushib qolgan bir mujohiddan uyda o'ltirib yo'ldoshining xizmatini qilgan ayol Allohning nazarida ustun bo'lishi mumkin. Bir boy qalbidagi taqvoligi, Alloh yo'lida qilgan sadiqasidagi samimiyat sababli Alloh yo'lidagi bir shayton ustun bo'lishi mumkin. Demak, bu qalb masalasi, ustunlikni biz qiyomatda bilamiz. Shuning uchun ma hayotda Alloh taolo bergan ortiqchilikni o'zimizga pesh qilib, hargiz mag'rurlikka tushmayli, ziddiyatga sabab qilmayli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, hammamiz tan bo'lib, bir jasad bo'lib oldimiz qarab ilgirlaydi. Asla va asla shaytonning odimiy askariga aylanib qolishdan, dushmanga o'zimiz bilib bilmay xizmat qilib qolishni qattiq saqlanaylik. Qalbimizdagi nam attaqqa bo'lgan hirsmanlik, hasad va undan boshqa har qanday qiziliklarni pak-pokiz tozalab, bu ixtilof va ziddiyatdan saqlanaylik. Chunki ko'pincha hollarda ziddiyatning tekka, ba'zida hasad, ba'zida cho'ngchilik, ba'zida nam shuhratga bo'lgan hirsmanlik yushiringan bo'ladi. Biz yuqorida o'tganimizdek bu oshkor bo'lmaydi, maxfiy bo'ladi. Shayton vasvasa qilib, u hirsmanlikni boshqa xil shaklda o'tirib chiqamiz. Masalan, qalbimizdagi mansabga bo'lgan hirsmanlikni shayton bizga vasvasa qilish orqali, u bu ishni hududdan chiqolmadi deb fitna qilish orqali men chiqa olayman, men uningga haqliq degan bu xil mansabga bo'lgan hirsmanlikni mahil shaklda oshkor qilish mumkin. Demak, buni o'zimiz bilamiz. Shuning uchun qalbimizni tekshirib turaylik. Alloh subhanahu va taolo har bir odamga o'ziga yarasha bir iqtidor bergan, o'zimizdagi iqtidor bilan boshqalardagi yetersizlikni selishtirib, shaytonning aldam xaltasiga tushmaylik. Alloh taolo degandek sabr qilaylik. Agar bir er va yoki ayol sabr qilolmay, ziddiyat terib, ixtilof terib oilasini vayron qilsa, bu farzandlarning vaboliga qoladi. Agar bir jamoatchilikdagi cho'nglar sabr qilolmay, ixtilof qilib, ziddiyat paydo qilib bir jamoatchilikni vayron qilsa, bu xalqning vaboliga qoladi. Shuning uchun ixtilofdan saqlashning birinchi yo'li qalbimizni pak-pokiz tutish. Shundaqla sabrni lozim tutish. Oilamizda sabrni lozim tutish. Jamiyatdagi inoqlikni saqlash uchun qalbimizni mansab, nam attaq, shuhrat va har qanday dunyo manfaatlaridan pak-pokiz tutish. Ikkinchisi, mayli oilamizda bo'lsin yoki har qanday bir yerda bo'lsin, inoqsizlik bo'lib qolmasligi, ziddiyatga tushib qolmasligimiz uchun tilimizga bak ega chiqaylik. Tilimizga sal qaramaylik. Chunki tilimizdan chiqqan ba'zi gaplar, ba'zi ziddiyatning, ba'zi ixtilofning urqi bo'lib qolishi mumkin. Hatto chaqchaq shaklda deyilgan ba'zi gaplar cho'ng ixtiloflarni keltirib chiqarishi mumkin. Shundaqla shu til ba'zi ixtiloflarni texim kuchaytirib o'tadi. Ya'ni ba'zi kishilar bu ixtiloflarning ustiga xuddi o'tning ustiga yog' chachqandek ba'zi gaplarni qilish orqali texim ulg'aytirib o'tishi mumkin. Shuning uchun oiladagi o'zimizning ixtiloflari, da'vatlashlar bo'lsin, tilimizga qattiq diqqat qilaylik. Shundaqla jamiyatdagi ba'zi ixtiloflarga aralashmoqchi bo'lsak, tilimizga nihoyat qattiq diqqat qilaylikki, men to'g'ri so'zlayman deb ziddiyatni texim kuchaytirib o'tadigan bundaq gap so'zlardan qattiq saqlanishimiz kerak. O'ylab boqinglar, Alloh cheklagan, shundaqla bir musulmonlikning belgisi bo'lgan rost gap qilish faqat shu ixtilofni yo'q qilishda, ziddiyatni yo'q qilishda yolg'on esi bo'ladi deydigan hukmga o'zgaraydi. Nima uchun? Bu ziddiyatning nihoyat xatarlik bo'lganligi uchun bu yerda yolg'on esi bo'ladi. Ya'ni ikki tarafni uzlashtirish uchun, ikki tarafni obdallashtirish uchun, u demagan gapni dedi deb ikkisini yaqinlashtirish
qutulish uchun yolg'on aytsa tamamen bo'ladi. Chunki ziddiyat intayin xatarlik bir narsa. Agar bir odam o'zining shaxsiy manfaatini asos qilib, o'z ziddiyatini ulg'aytib o'tadi ekan, u shaytonning eng xatarlik lashkariga aylangan bo'ladi. Shuning uchun ziddiyat bayada har qanday bahona bilan gap tushishdan, yaxshiq bo'laman deb so'xanchilik qilishdan qattiq saqlanish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yadkhulul jannata nammamun, chaqimchilar, so'xanchilar jannat kirmaydi deydi. Ya'ni gap tush orqali mana shunday ziddiyatni ko'paytiradigan, kuchaytiradigan kishilar jannatga kirmaydi dedi. Shuning uchun o'zingizni aldab har xil bahonalar bo'lsin, hargiz boshqalarning o'tirsa gap tushmang. Uchinchidan, ziddiyat va ixtilofdan iborat oilani parchalaydigan, jamiyatni vayron qiladigan, hatto bir davlatni parchalayotadigan bunday xatardan qutulish uchun afu qilishni o'rganishimiz kerak. Chunki inson ba'zi bir ziddiyatlarga duch kelib qoladi. Ziddiyat, ixtilof ba'zi jarohatlarni qo'yadi. Har o'ylagan vaqtimizda qalbimiz azoblanadi. Agar biz afu qilyaptim, Alloh yo'lida afu qilyaptim deb afu qilyapsak, biz bu vaqtda Alloh taolo Qur'on karimda so'zlagan taqvodorlar karvoniga qo'shilamiz. Agar afu qilmasak, ziddiyat xuddi cho'q o'xshash, yorug' o'xshash tug'an siri yamanshib mangadi. Oxirida bu ziddiyat kuchaydi, eng oxirida o'ylamagan hodisa kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun ziddiyatni tugatishning eng yaxshi chorasi afu qilib o'tish. Men nima qilgan bo'lsin, Alloh yo'lida kechirib deb uni esimizdan chiqarib o'tishga tirishish. To'g'ri, afu qilish undaq oson emas. Esidan chiqarmoq undaq oson emas. Siz haqliq turib, birlik uchun, inoqlik uchun, oila uchun voz kechmak undaq oson emas, lekin buning mukofoti bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom men tarakal miraa va huwa muhaq, qanday bir odam haqliq turib jidalni, ziddiyatni tark etsa, bo'pti, men haqliq, lekin birlik uchun, oilam uchun, ittifoqlik uchun, inoqlik uchun men jidalni, ziddiyatni tashlay, afu qilyaptim deb jidalni tashlasa, ziddiyatni tashlasa, uningga jannatning o'ttirisidan bir öy bina qilinadi deydi. Demak, siz mana shunday haqliq turib, ziddiyat bo'lmasin, inoqlik bo'lsin deb voz kechsangiz, haqqingizdan tushib bersangiz, Alloh sizga jannatda bir saroy beradi. Bu gapni Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalom degan. Shuning uchun mana shu jannatdagi uyingizni aslab, Alloh yo'lida afu qilyapting, ziddiyatning yo'q bo'lishiga siz sababkor bo'ling. Shundaqla siz taqvodorlar karvoniga qo'shiling. Alloh taolo Qur'on karimda taqvodorlarni sifatlab, "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Sizlar Robbinglarning mag'firatiga aldiranglar. Kengligi osmon zaminchilik qilgan jannatga aldiranglar. Bu jannat kimga hozirlangan, kimga tayyorlangan? Uiddatul muttaqin, taqvodorlarga tayyorlangan deydi. Bu taqvodorlar qanday insonlar, qanday qilib taqvodorlardan bo'g'ilib bo'ladi? Birinchisi, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra. Kengchilik vaqtidami, ya'ni tijorat oqqan vaqtidami Alloh yo'lida chiqim qiladigan. Qiyinchilik vaqtidami, ya'ni tijorat to'xtab ketgan, kasatlashib ketgan, savdosi bo'lmagan. Mana mushundaq vaqtidami, ya'ni Alloh yo'lida chiqim qiladiganlar. O'zgarmaydiganlar, pul kelganda qilib, pul to'xtaganda qilmaydigan emas, doim bir xil mang'alaydiganlar. Mana bular taqvodorlar. Ikkinchisi, val kaziminal g'ayz, ochiqni yutqanlar, ochiqqa haybaganlar. Üçüncüsü vel afina anin nas, kishilarni afu qilayotganlar. Sizga biz askilik qildi. Alloh yo'lida ziddiyat paydo bo'lib qolmasin, o'chmanlik paydo bo'lib qolmasin, dushmanlik paydo bo'lib qolmasin deb afu qilaversangiz, mana siz Alloh taolo jannat tayyorlagan taqvodorlar karvoniga qo'shilasiz. Shuning uchun afu qilaveting, qalbingizni yuvishga tirishing. Mana shu savoblarni o'ylab, tafakkur qilib, Alloh yo'lida afu qilavetingki, ziddiyat tugusin, ixtilof bo'lmasin. To'rtinchisi, Allohning rahmatidan mahrum qo'yadigan, Allohning g'azabi qo'yadigan bu ziddiyatdan saqlanay, boshqalar bilan adovatlashmay deydi ekansiz. Boshqalar sizga adovatlashga tegishli ba'zi ishlarni qilsa-mu, uni yaxshilik qilish orqali uning yomonligini qaytaring. Siz boshqalar menga yomonlik qildi deb yomonlik qilgan vaqtingizda mana shu yerda ziddiyat paydo bo'ladi. Lekin bu bak tasish. Haqiqatan tasish hamma odam qila oladigan ish emas. Alloh taolo Qur'on karimda so'zlagan ikki turlik insonlar bu ishni qila oladi. Alloh taolo Qur'on karimda "Va la tastavil hasanatu va las-sayyi'a", yaxshilik bilan yomonlik barobar emas. Yaxshilik qilgan odam bilan yomonlik qilgan odam Allohning nazarida hargiz barobar emas. Shunga idfa billati hiya ahsan. Siz yaxshilik bilan muomala qiling. Agar sizga yo'ldoshingiz bir yomonlik qilib qolgan taqdirdami, uningga yomonlik qilmay sabr qiling. Agar siz ayolingiz yomonlik qilgan bo'lsa-mu, uningga yomonlik qilmay, u yomonligini yaxshilik qilish orqali qaytaringki, fa izallazi baynaka va baynahu adabatun ka'annahu waliyyun hamim. Ana shunday qilsangiz, bir sizga yomonlik qilsa, uningga yaxshilik qilsangiz, orangizda 3 adovat ba odam xuddi yaqin do'stingizdek bo'lib qoladi deydi. Ya'ni sizga bir yomonlik qildi, dushmanlik qildi, siz uningga yaxshilik qilsangiz, agar u insonlikni yo'qotmaganlar bo'lsa, u insonlar bo'lsa, u chuqum pushaymon qiladi. Yaqin do'stingizdek bo'lib qoladi. Sizni hamon bir kuni tushunadi deydi. Sizga bir yomonlik qilsa, uningga yaxshilik qilish degan qanday gap? Haqiqatan tas ish. Inson o'zini yengish kerak, xarakterini yengish kerak. Allohning mukofotiga haqiqiy shaklda ishlanish kerak. Ikki turlik inson buni qila oladi deydi Alloh taolo Qur'on karimda. Va ma yulaqaha illa allazina sabaru. Bu ishni faqat sabrchan insonlar qila oladi. Allohning hisobsiz ajriga erishadigan, Alloh ular bilan doim birga bo'lgan mana shunday insonlar qila oladi. Va ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Buyuk nasibi egasi bo'lgan, qiyomatda boshqalar erishamaydigan, buyuk nasibiga erishadigan mana shunday kishilar qila oladi deydi. Demak, agar sizda ana shunday sizga yomonlik qilgan kishi qarta yaxshilik qila oladigan bir xislat bo'lsa, siz qiyomat kuni hisobsiz ajrga erishadigan sabrchan bir inson. Va shundaqla Alloh subhanahu
büyük nesibe, büyük bir tele egisiz. Bu takvadarlıkның en yuqori pallisi. 5-incisi ziddiyatdan saqlanish va yoki ziddiyatni ovutmaslik uchun saqlanishga tegishli eng muhim ishlarning birisi mayli oilamizdagi jidal bo'lsin, oilamizdagi ziddiyat bo'lsin va yoki jamiyatdagi ziddiyat bo'lsin, o'zaro o'z ichimizda hal qilishga tirishish. Har bir sirtdan odam aralashtirmaslik. Chunki sirtdan odam aralashgan vaqtida oiladagi ba'zi mahremiyatlarni biladi. Bu keyin asli keltirib bo'lmaydigan ba'zi ishlarni o'ttirg'iga chiqaradi. Shundaqla bir jamiyatda bo'lsin yoki jamoatchilik bo'lsin, bu ixtilofni hal qilish uchun asla sirtdan odam chaqirmaslik kerak. Masalan, bu hatto bir davlat bo'lgan taqdirdami, o'z ichidagi ixtilofga sirtdan odam chaqirgan odam cho'qim mayron bo'ladi. Hatto bu tarixda xoin deb tilganadi. Shuning uchun oilada bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, har qanday bir ixtilofni o'zaro shu chambarning ichida hal qilishga tirishishimiz kerak. Sizning oilangiz ko'z tikayotgan, havas qilayotgan, sizning oilangiz vayronbos xush bo'lgan nurg'ulg'an insonlar bor. Siz sirtdan odam chaqirgan vaqtingizda ana shularni xush qilgan bo'lasiz. Esingizda bo'lsin, yo'ldoshingiz sizga yana eng yaqin inson. Shundaqla o'zaro bir jamoatchilikdagi insonlar, ya'ni o'zaro shu qarindosh shu. Shunga yat odamni asla ixtilofga so'rab akirmaslik kerak. Bu boshqalarga o'yin qo'yib qo'yishdan boshqa narsa emas. Esimizda bo'lsin, bugungi kunimizdagi eng ulug' ibodatlarning birisi shaytonning mana mush hilesiga qarshi turish. Ya'ni o'ch adovat, inoqsizlik qarshi turish. Chunki shayton mana shundaq bizni mashg'ul qilish orqali bizni vayron qilishni, bizni parchalashni xohlaydi. Biz bugungi kunimizda mayli oilamizda bo'lsin, mayli jamiyatimizda bo'lsin, inoqlikqa xuddi havoga o'xshash, suvga o'xshash ehtiyojimiz bor. Inoqlik qandoq badal to'lasak arziydigan bir ibodat. Chunki inoqsiz bo'lgan bir jamiyatdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom butunlay ado juda. Alloh taolo Qur'on Karimda innallazina farraqu dinahum va kanu shi'a lasta minhum fi shay. Ey Muhammad, dinni bo'lgunchilik qilib bir qancha firqalarga bo'lingan kishilardan sen ado juda deydi. Va shundaqla Alloh taolo bizni bo'linmaslikdan ogohlantirib, va la takunu kallazina tafarraqu va ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Uchuq hujjat, uchuq paket, ya'ni Qur'ondan iborat shundaq paket kelgandan keyin bo'linib parcha-parchaga bo'lingan kishilardek bo'lmanglar. Ulaika lahum azabun azim. Ularga ig'ir azob bor. Sizlarmi bo'linsanglar, sizlarga ana shundaq buyuk azob bor deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tuftahu abwabul janna yawmul ithnain va yawmul khamis. Yughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kana baynahu va bayna akhihi shahna. Her düşenbe ve her peşembe günü cennetin ışıkları eşilip Allah'a şirk keltirmegen her bir bendenin günahları affı kılındı. Lakin bir adamın günahı affı kılınmaydı deydi. O bozumu öz bilen kırandiş oturusda adavet, ölçmellik boğan adamın günahı affı kılınmaydı deydi. Demek öç adavet, ziddiyet bizne mana muşundaq fırsatını mehrum koydu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Wa'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku." Allah'ın argamçısı boğan İslam'a mehkem yapışanlar bölenmenler deydi. Allah Teala bizni bölünüp şeytanın esrige aylanıp ketiştin. Düşmanın hizmet qilib qarashni qattiq saqlasin. Shundaqla oila ixtilof, ziddiyat terib, oilani vayron qilib, farzandlarning vaboli qilishini Alloh taolo bizni saqlasin. Shundaqla jamoatchilik ichida bo'linib, ixtilof terib, xalqlarning vaboli qilishini Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Esimizda bo'lsin, bo'langanlar, bo'linishga sabab bo'lganlar, nafsining keynin kiyib, moddiy manfaat uchun, shuhrat uchun, mansab uchun, garchi unda oshkor qilmasa-mu, mana shundaq mansablarga yushirilgan banolar bilan ixtilof va ziddiyatga sabab bo'lganlar qiyomat kuni dushmanga xizmat qilgan shaytonning askari bo'lgan holda hashr qilinadi. Chunki shaytonga xizmat qilish uchun shayton bo'lish shart emas. Düşmanga xizmat qilish uchun dushman bo'lish shart emas. Garchi dushmanning qarshisi turib, aqlliq bo'lmasak, död bo'lsak, nafsimizga agatsak, odimiy shayton bo'lamiz, dushmanning xizmatkoriga aylanamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni ulug' ibodatlar ichida turib dushman xizmat qiladigan, shundaqla oilamizni vayron qilib, shaytonni xushal qiladigan kishilardan saqlasin. Bilginimizdek shayton o'zining taxtini suning ustiga qo'ydi. A'zolarini kishilarni ozdirishni avatidi. A'zolar shaytonning qashiga kelib, "Men palonni mundaq gunoh ishlatkizdim" desa, uning gap qilmaydi. Ammo birisi kelib, "Men ayolning o'rtasida ayirib etdim" desa, "Ni'ma anta, sen eng yaxshi" deb uni maqtaydi. Demak, biz shayton maqtaydigan shaytonning eng yaqin odamiga aylanib qolishdan qattiq panolik tilaylikki, ziddiyatga, gap so'zimiz, ish harakatimiz va muomalamiz orqali sabab bo'lib qolishdan qattiq saqlanaylik. Bugun kunimizdagi eng ulug' ibodatni mayli oilamizda bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, mayli har qanday bir yerda bo'lsin, inoqlik, ziddiyatdan saqlanish deb tunaylik.